Reklama o'z joyi bilan, lekin bir ikkita blogerlarni ko'raman, hali ish chiqarganda yo'q narsalarni aytayotadi. Конечно, pulini olgandan keyin lebboy narsani aytadi-da. Rostaki, mana shu reklamani qo'yishyaptimi? Shu reklamani qo'ygandan keyin polniy podrobnosti hamma narsasini tushuntirish kerak. Bormi, yo'qmi? Yo'q narsani ham aytayotadi, haligi bor narsani ham aytayotadi-da. Shu narsalarga achchig'im chiqadiki, keyin odamlar kelib bu ishlarga, ko'pchilik odamlar menga murojaat qilyapti, aldanib ketyapti. Mana shunday ishlarga borib aldanib qolgandan ko'ra, men sizlarga shu video davomida bir ikkita blogerlar haqida gapirib o'taman, ishlar haqida gapirib o'taman. Haligi yolg'on narsalarni, rost narsalarni gapiraman. Shu videoni to oxirigacha ko'ring, o'zingiz tushunib olasiz. Kim haqida gapiryapman, nima haqida gapiryapman tushunib olasiz. Like bosib shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying, чтобы hamma ko'rsin. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Otki 2-3 ming pulni deb o'zbek tojiklar aldanib qolsa, reklama qilyapsizlarmi? Konkretniy reklama qilinglar, bilinglar, o'sha joyga borgandan keyin ertaga siz javobgar bo'lasiz. O'sha odam ishga borib joylashsa, siz javobgar bo'lasiz. Pulini bermasa, aldab qo'ysa, yo biron narsa bo'lsa, siz javobgar bo'lasiz. Например, desak, Wildberries skladiga juda ham ko'p reklamalarni ko'raman, juda ham ko'p blogerlar reklama qilishadi, lekin buni hammasini как надо qilib aytmaydi. Nima ish qilinadi, qancha pul olishyapti, shtraflari qanday, hammasini aytmaydi. Shu prostaki plus taraflarini aytadi, minus taraflarini aytmaydi. Men sizlarga bugun minus taraflarini ham aytib o'taman. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, like bosib shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar, чтобы hamma ko'rsin, hamma ogoh bo'lsin, kelib aldanib qolmasin. Например, desak, Rossiya territoriyasida juda ham ko'p kompaniyalar Wildberries skladiga odam kirgizib ishlaydi. Qaysidir kompaniya 30% oladi, 20% oladi, 13% oladi. Shuncha prosentlari bor. Har bitta kompaniyaning o'ziga yarasha prosentlari bor. Birinchi kompaniyani aytib o'taman, bu Resurs Plus. Bu Moskva, Podmoskva territoriyasida va boshqa gorodlarga odamlarni kirgizib ishlatadi. Bular faqat ishga qo'ygani uchun 13% prosentingizdan oladi. Prosta tak ishga joylab qo'ygani uchun. Sizga hech nima bermaydi, na yotoq joy beradi, na obed beradi, na transport qilib beradi, bu вообще hech nima qilib bermaydi-yu. Prosta tak ishga joylab qo'ygani uchun 13% oladi. Представить qiling, siz keldingiz, ishga kirdingiz, через kompaniya kirgansiz, sizni 13%ni prosta tak olyapti. Hech nima bermasdan turib 13% dan ushab qolyapti. Ishga joylagani uchun, tamom. Shuning uchun 13% olyapti. Shunday kompaniyalar borki, 40%, 30% oladi, lekin ular yotoq joy beradi, obed beradi, forma beradi, transport qilib beradi. Shular, mana shu narsalarni qilib bergani uchun sizdan 30% yo 40% oladi. Bunday kompaniyalar ham bor. Ko'pchilik odamlar tushunmaydi. Nimaga deydi bizdan 30%imizni ushab qolyapti? Nimaga deydi bizdan 40%imizni ushab qolyapti? Mana shu Resurs Plus'dan kirib juda ham ko'p odamlar ishlayapti. 13% olyapti, 13% prosta tak olyapti, lekin shunga ham rozi bo'lib. Lekin sizga yotoq joy hamma usloviyasini qilib bergandan keyin 30 yo 40% ushab qolsa, bu yaxshi emasmi? Sizga hamma qulayliklarini qilib beryapti. Siz toza qo'lingizga 60% olsangiz, например, desak, 6000 ishlasangiz, 6000 dan sizni 30% ushab qolsa, где-то bir 2000, 2500 rublingizni ushab qoladi. Siz 3500, 4000 qo'lingizga toza olasiz. Bu toza o'zingizga olgan pulingiz bo'ladi. Agarki yaxshi ishlasangiz, undan ham ko'proq olasiz. Mana shu minus plus taraflarini hech qaysi blogerlar hech qachon aytmaydi. Chunki bu narsani aytsa, hech kim ishga kelmaydigan bo'lib qoladi. Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri gapiryapmanmi? Kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. O'z fikrlaringizni yozinglar. Mana shu gaplarim to'g'ri bo'lsa, kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Bir ikkita blogerlarni ko'raman, ish chiqaradi, O'zbekistondan olib ketamiz, Tojikistondan olib ketamiz, Qirg'izistondan olib ketamiz, bilet pullariga yordam beradi. Ishlarni chiqaryapti.
Men ham oldin shunaqa ishlarni chiqarganman. Chunki bitta kompaniyada ishlaganman. Mana shunday ishlarni chiqarganman o'zim ham. O'zbekistondan ham olib ketardi, Tojikistondan ham olib ketardi va boshqa joylardan ham olib ketardi. Oxiriga kelib nechta odamni aldab qo'ydi. Xudoga shukr, pulini hal qilib berdik, lekin daxuy odamni aldab qo'ydi. Shu situatsiyaga uchramanglar sizlar ham. Agarki sizlarni mana biletlaringni olib berdimi, ishni ko'rsatgan yo'q sizlarga. Mana shunday ish bor dedi. Kelasizlar ishga, joylashasizlar. Aytgan usloviyasi boshqa-yu, siz kelib o'z ko'zingiz bilan ko'rgan narsa boshqa narsa bo'ladi. Bundaqa odamlar juda ham ko'p menga telefon qiladi. Biz mana shu blogerning kanalidan ishga kelgan edik. Shunday usloviyasi bor. Oyliklari mana shunday degan edi. Biz yetib kelgandan keyin vaqti bu usloviyalar, aytgan usloviyalar yo'q ekan. Usloviyalari vaqti boshqacha. Videoda ko'rgan narsamiz boshqa, usloviyalari boshqacha. Mana shunday situatsiyalarga tushib qolmanglar. Sizlardan hech qaysi bloger aytmaydiki, mana plyus tarafi, mana minus tarafi deb aytmaydi. Men aytganimda sababi, chunki ertaga borib kuyib qolmanglar. Chunki o'zim ham borib shunaqa ishlarga borib 1-2 marta kuyganman. Sizlar ham kuyib qolmanglar mana shunday ishlarga borib, hech qachon riskovat qilmanglar. Konkretniy ish chiqsa, xudo xolasa o'zim Moskvaga borsam, konkretniy kompaniyalar bilan dogovor qilaman, ishga chaqiramiz. O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi? Shunday ishlarni topib turib, inshaalloh chaqiraman. Videomizni podishka qilib tursalaring bo'ldi. 2000-3000 dollarlik oyliklarni va'da qilishadi. Kelinglar ishga deydi, mana 2000 dollarlik oylik bor, 3000 dollarlik oylik bor, ish bor. Kelinglar ishga joylashinglar dedi. Bunga qiziqib, juda ham ko'p akalarimiz, opalarimiz, jigarlarimiz borib turib ishga borib aldanib qolyapti. Borganingizdan keyin biletingizni olib berdimi, pasportingizni olib qo'yadi. Dokumentingizga 1 oy ishlaysiz, 2 oy ishlaysiz, shappa kedat qilib yuborishi ham mumkin. Bu situatsiyada siz hech nima qila olmay qolasiz. Mana shunday situatsiyaga tushib qolmanglar. Gapim to'g'ri bo'lsa, kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Shunday situatsiyaga tushgan odamlar bo'lsa, kommentariyaga o'tib yozinglar. Aldanib qolgan odamlar kommentariyaga o'tib yozinglar. Akalar, jigarlar, mana shunday ish kerak bo'lsa, sizlarga konkretniy ishlar kerak bo'lsa, ofitsialniy ish birinchisidan sizga трудовой договор qilib beradi. Полный paket dokument bilan ishga qabul qiladi. Sizni pulingizni kartangizga o'tkazadi. Через bironta odam bas, через посредникlar bas, через boshqa bironta levi pravi odamlar o'tmaydi-yu pulingiz, prямой o'zingizni kartangizga kelib tushadi. Вообще, bu yerda hech kim aralashmaydi. Buxgalteriya kartangizga prямой o'tkazaveradi. Shu oylik kuni keldimi, shappa kartangizga pulingiz o'tadi. Mana shunday ishlarga joylashmoqchi bo'lsalaring, oyligini aytaman, kam 3,5 ming rubl topsangiz bo'ladi. Agar normal ishlasangiz 4,000 5,000 topasiz. Bir oyda 2 marta oylik beradi, har hafta avans beradi. Skladda ish, zakaz sarqa deydigan ishlar bor va грузчикlikka ishlar bor. Грузчикlik ishi 3700 rubldan. Bu Moskovskiy oblast, город Домодедовоda грузчикlar. Skladda sortirovkani ishi bu Noginskiy rayonda. Kimgaki ish kerak bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Max, Telegram, Imo, WhatsApp, shu messenjerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Yana bir ikkita chichqoq odamlarga aytmoqchiman, ish so'rab telefon qilyapsizlarmi? Naxuya, nima uchun odamni vaqtini olib, 1 kun, 2 kun vaqtini olib, keyin jimgina bo'lib qolasizlar. Konkretniy ishlamaysizlarmi? Konkretniy erkak bo'ylar, erkakcha aytinglarki, ishlamaymiz, tamom. Sizni biron kishi so'kmaydi, urmaydi, yo bironda yomon gap gapirmaydi. Просто ishga interesovatsiya qilgani telefon qildik deydilar, tamom. Nima qilasizlar? Telefon qilib vaqtni olib, mayli aka adresini tashab bering, polni boramiz deb va'da berib qo'ygandan keyin jimgina bo'lib turaveradi. Telefon qilasiz, yozasiz, javob qaytarmaydi. Bundaqa erkaklarni men erkak hisoblamayman-da, to'g'risini aytsam. Bular erkak bas, xotin sifat erkak, xotin ham bas bular. Quyozdan ayt, nima desam bo'ladi bularni? Bularni latta deyman-da. Shunaqa odamlar juda ham ko'payib ketgan. Ishlaydigan odamlar kelib ishlayapti, mana rizqini topyapti. Sizlar yuraveringlar, lattaga o'xshab aldanib yuraveringlar. Akalar, opalar, like bosamiz shu videoga, tarqatib qo'yamiz, чтобы hamma ko'rsin, kelsin, inshaalloh ishga joylashsin. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar. Yanagi videoda ko'rishguncha.